Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Biz tavsiya qilamiz loyihasi asosida bugun men sizlarga iste'dodli shoir Odil Ikrom tomonidan Forsiydan tarjima qilingan Jaloliddin Rumiy hazratlarining ma'naviy masnaviy asarini tavsiya qilaman. Rumiy hazratlarining ma'naviy masnaviy asari 7 asrdan buyon sharq tafakkuri va badiiy kalom muxlislarini o'ziga maftun qilib kelmoqda. Ushbu tengsiz adabiy obida har bir iymon egasini haq va haqiqat sari yuksaltiruvchi ruhiy qalbiy narvondir. Bu kitob Ko'niyo kutubxonasida saqlanayotgan eng mo'tabar qo'lyozma asosida nashrga tayyorlandi. Umid qilamizki, aziz o'quvchimiz o'z imkoni darajasida ushbu bepoyon ma'naviy ummondan bahramand bo'ladi. Ushbu kitob 2021-yil G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyida chop etilgan bo'lib, 494 betdan iborat. Ushbu kitob sizga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, albatta o'qib, tanishib chiqishingizni tavsiya qilaman.